40 sonining aql bovar qilmas sirlari. Odam alayhissalomning bo'yi 40 metr ekanligi zikr qilinadi va u zotning avlodlari 40 mingga yetganida Odam alayhissalom vafot etganliklari aytiladi. Inson hayoti boshlanishidan boshlab 40 soni bilan yuzma-yuz keladi. Ona qornida 40 kunda homila shakllanadi va 40 hafta bo'lganda esa farzand dunyoga keladi. Tug'ilgach esa 40 chiqadi, yana 40. Dajjolni esa yerda qolish muddati roppa-rosa 40 kun. Mahdi 40 yoshda o'zini ko'rsatadi. Nuh to'foni esa 40 kun davom etgan. Yunus payg'ambar esa baliqning qornida roppa-rosa 40 kun qolib ketganlar. Yahudiylar esa cho'lda 40 yil hayot kechirishgan. Iso va Musa alayhissalomlar esa 40 kun roza tutishgan. Bizda islomda esa molning 40 dan biridan zakot berishligi ham sizni ajablantirmayaptimi? Bo'lmasa Ali radhiyallohu anhu ning quyidagi so'zlarini eshiting. Menga bir harf o'rgatganning 40 yil quli bo'layin. Hadislarda 40 soni 18 marta qo'llangan va 40 hadis deya hadisni 40 sonining barokatidan ulamolar 40 hadis to'plashgan. Hayotlarimizga ham 40 soni shunchalik kirib kelganki, buni biz bilmaymiz.